Assalomu alaykum. Keyingi mavzumiz mijozlarga hisobvaraq ochish tartibi. Unda quyidagi rejalar bo'yicha ko'ramiz. Bank hisobvaraqlari ularning turlari, mijozlarga hisobvaraqlar ochish tartibi, mijozning asosiy hisobvaraqni boshqa bankka o'tkazish, asosiy hisobvaraqni yopish. Avvalambor bank hisobvaraqi tushunchasini ko'radigan bo'lsak, bank tomonidan shartnomaga muvofiq mijozga ochilgan hisobvaraq bo'lib, unga ko'ra bank mijozning hisobvarag'iga tushayotgan pul mablag'larini qabul qilish, hisobga kiritish, mijoz hisobvaraqlaridan tegishli pul mablag'larini o'tkazish hamda berish va hisobvaraqlar bo'yicha boshqa operatsiyalarni amalga oshirish haqidagi topshiriqlarni bajarish majburiyatini bildiradi. O'zi bank har bir mijozga xizmat ko'rsatish uchun unga alohida hisobvaraq ochib, shu hisobvaraq doirasida tuzilgan shartnomaga asosan operatsiyalarni amalga oshiradi. Mijozlar bankka quyidagi turdagi bank hisobvaraqlarini ochishi mumkin. Unda talab qilib olinguncha jamg'arma, muddatli depozit hisobvaraqlar, metall hisobvaraqlar, vakillik hisobvaraqlari va boshqa depozit hisobvaraqlar. Mijozlar tomonidan bank hisobvaraqlarini ochish uchun bankka mazkur yo'riqnomada ko'zda tutilgan hujjatlar taqdim qilingandan so'ng keyingi 3 kundan kechiktirmay ularga bank hisobvaraqlari ochishadi. Bank hisobvaraqlarini ochish uchun hujjatlar imzolar namunalari qo'yilgan varaqchasida ko'rsatilgan yoki yuridik shaxslar nomidan vakil qilingan shaxslar tomonidan taqdim qilinadi. Banklar tomonidan bank hisobvaraqlarini ochish, yuritish va yopish tartibi to'g'risida 34/20 bilan adliyadan o'tgan yo'riqnoma da ko'zda tutilgan hujjatlarni boshqa qo'shimcha hujjatlarni talab qilish taqiqlanadi. Ya'ni hisobvaraqlar ochishda biz mazkur yo'riqnomaning shartlari asosida amalga oshiramiz. Bank depozitorlarining milliy axborotlar bazasi, qisqartirilgan nomi BDMB deb yuritamiz. Bunda banklar tomonidan mijozlarga bank hisobvaraqlarini ochishda ularga xos raqam berish, ularning hisobvaraqlari ro'yxatida qoldiq mablag'lar haqida ma'lumot saqlamagan holda yuritish hamda mijozlarga tegishli hisobvaraqlar to'g'risidagi ma'lumotlarni olishni ta'minlaydi. Bu Markaziy bank qoshida ochilgan bo'lib, buning asosiy vazifalaridan biri mijozlarni hisobvaraqlarini bir xil bo'lib qolishidan saqlaydi. Ya'ni har bir mijozga alohida xos hisob raqam beriladi va o'sha xos hisob raqam doirasida unga xohlagancha hisob raqam ochishi mumkin. Xo'jalik yuritish subyektining davlat ro'yxatidan o'tgandan so'ng birinchi marta milliy valyutada ochgan talab qilib olinuvchi depozit hisobvaraqi uning asosiy talab qilib olinuvchi depozit hisobvaraqi hisoblanadi. Asosiy depozit hisobvaraqdan mijozga ish haqi, soliqlar va hisob-kitoblarni amalga oshirish mumkin. Xo'jalik yuritish subyektlari asosiy hisobvaraqni ochgandan keyin milliy va chet el valyutasida ochadigan barcha talab qilib olinuvchi depozit hisobvaraqlar uning ikkilamchi depozit hisobvaraqlar hisoblanadi. Mijozlar tomonidan bank hisobvaraqlari ochilayotganda bank hisobvaraqlari shartnomasi tuziladi. Bank uni mijozlar o'rtasida shartnomalar yozma yoki elektron shaklda tuzilishi mumkin. Banklarda mijozlarning bank hisobvaraqlarini ro'yxatga olish kitobi elektron shaklda yuritiladi. Bu kitobda quyidagilar bo'lishi shart: mijozning nomi, yuridik shaxslar yoki jismoniy shaxsning stiri yoki jismoniy shaxsning JSHR ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami, bank hisobvaraq raqami, bank hisobvaraqi ochilgan va yopilgan sana, bank hisobvaraqini ochish yoki yopish uchun asos, bank hisobvaraqini ro'yxatga olish kitobida bank ichki hujjatlariga muvofiq boshqa ma'lumotlar ham ko'rsatilishi mumkin. Tadbirkorlik faoliyat subyektlari bo'lgan rezident yuridik shaxslar, yakka katta tadbirkorlar hamda dehqon xo'jaliklari tomonidan milliy va chet el valyutasida talab qilib olingan depozit hisobvaraqlari ochish uchun bankka quyidagi hujjatlarni taqdim etadi. Bunda bank hisobvaraqi ochish uchun ariza, imzo namunalari qo'yilgan 2 dona varaqcha, mijoz tomonidan to'lov hujjatlarini imzolash vakolatiga ega shaxsini tasdiqlovchi hujjat, biometrik pasport yoki identifikatsiya ID kartasi yoxud yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasi. Rezident va nozirning jismoniy shaxslarga depozit hisobvaraqlari
jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami asosida ochiladi. Rezident jismoniy shaxslarga raqam identifikatsiyalash orqali bank hisobvarag'i ochilganda jismoniy shaxsni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etish talab qilinmaydi hamda bank hisobvarag'ini ochish uchun asos bo'lgan hujjatlar elektron shaklda saqlanadi. Banklar tomonidan ta'sischilar, O'zbekiston Respublikasi rezidentlari bo'lgan yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlarga bank hisobvarag'larini masofadan turib ochishga, ularni imzo namunalari qo'yilgan varaqchada ko'rsatilgan rezident jismoniy shaxslarni identifikatsiyalash orqali amalga oshirishi mumkin. Biz bu yerda ilovada quyidagi o'sha ariza yozish blankasini ko'rishimiz mumkin. Muhr izi va imzo namunalari qo'yilgan blankda orqa old taraflarini ko'rishimiz mumkin. Mijozlar shaxsiy hisob varag'ining strukturasi ko'rsatilgan. Birinchi 5 talik bu balans kodi, keyingisi 3 ta valyuta kodi, keyingisi bitta nazorat kaliti, keyingi 8 ta mijoz xos raqami, keyingi 3 ta tartib raqam. Mijozning asosiy hisob varag'ini boshqa bankka o'tkazish. Bunda mijoz tomonidan arizaga asosan boshqa bankka o'tkazishi mumkin. Bunda mijozning hisob varag'idagi mablag'lar u bankda vaqtincha ochilgan 29801 maxsus hisob raqamiga vaqtinchalik o'tkazib beriladi. Hamda mijozda o'sha soliq va boshqa katta ikkita qarzdorliklar bo'ladigan bo'lsa, bular dalolatnoma qilinadi va dalolatnomaga asosan u narigi bank vakili bilan birgalikda u bankka dalolatnoma asosida o'tkaziladi. Hamda maxsus dastur yordamida mijoz hisob raqami u bankka ko'chiriladi. Asosiy hisob varaq bo'yicha operatsiyalarni to'xtatish va hisob varaqlarini yopish. Bunda shartnoma mijozning arizasiga muvofiq istalgan vaqtda yoki ko'rsatilgan holatda yuz berganda bekor qilinadi. Shartnomaning bekor qilinishi mijozning bank hisob varag'ini yopish uchun asos bo'ladi. Shartnoma sud orqali bekor qilinganda ham bank hisob varag'i yopilishi mumkin. Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ tomonidan moliya xo'jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan harakatsiz holatga o'tkazilgan tadbirkorlik subyektlari davlat reyestridan chiqarilgan kundan e'tiboran shartnoma bekor qilingan hisoblanadi. Ixtiyoriy tugatilayotgan va moliya xo'jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan tadbirkorlik subyektlarning bank hisob varaqlarini yopish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21-avgustdagi 704-son tadbirkorlik subyektlarini ixtiyoriy tugatish va faoliyatini to'xtatish tartibi hamda moliyaviy xo'jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan tadbirkorlik subyektlarini davlat reyestridan chiqarish tartibi to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqidagi qaroriga asosan amalga oshiriladi. Bunda moliya xo'jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan tijorat tashkilotlari faoliyatini harakatsiz holatga o'tkazish uchun quyidagilar asos bo'ladi. 9 oy mobaynida moliya xo'jalik faoliyati bo'yicha bank hisob varaqlariga pul mablag'lari tushmaganligi, 9 oy davomida soliq hisobotlarini taqdim etmaganligi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.